Solihabonu shu qizchamiz 6 oy ekanlar, veslari 3 kilo xolos ekan. Yurak operatsiyasini o'tkazibdilar Toshkentda. Hozir lecheniya qilish kerak ekan, katta mablag' kerak ekan. Bitta hozir uy sharoitini ko'rib turibsizlar. Dadalari, ayollari hovlilarni sotib yuraklar operatsiya qildirishgan bu qizchani. Hozir endi rosa ko'p mablag' kerak bo'lyapti. Toshkentga borib lecheniya olish, ves qo'shmayapti deyish, har kun ukol olyapti deyishyapti. Shuning uchun ijarada turibdilar. Hozir uy kerak emas, asosiy narsa baxil mablag' kerak, bag'da davolatish kerak shu farzandlarini 6 oy davomida davolatib ana kelishdi. Hali ham go'dayda turishibdi xolos. Shu Ramazon oylarida kimda kim ehson qilmoqchi bo'lsa, mana sizlarga tayyor ehson joyi, savobga sherik bo'lib qolasizlar. Juda katta savob ish. Mana ekranda nomerlar qoldiryapman, dadalar nomerlari yoki karta qoldiraman, dadalarning kartalari. Shunga nech pul bo'lsa ham ehson qilsalar, shu qizchani borib lecheniya qilib davolatib olishardi. Operatsiyalar o'tgan bo'ldi, tuzinglar, endi bag'da lecheniyasini olsalar bo'ldi. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Agar mablag'ing bo'lmasa ham shu videoni boshqa ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib, qo'ldan kelgancha yordam qilsalar, shu savobga sherik bo'lib qolardilar azizlar. Shirin qizchamizni sog'ayib ketishlariga sababchi bo'lib qolardilar. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Birda bersalar Alloh uni qilib qaytarib beradi. Ehson mukofoti hamisha ehsondir azizlar. Qo'lini so'rayapti.